Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Nefsini paklaş hakkındaki dersimiz devam etmektedir. Bugün sözleydiğim dersimiz nefsini paklaştığın en ahirki yolu, 10. yolu, ma'rifetun nefs. Yani şu nefsini tanıp çıkış. Muallif Abdurrazzak ibn Abdülmuhsin el-Bedari hafizahullah nefsini tanışını hem nefsini paklaşının, tazalaşının bir yolu süpüde oturup koygan. İnsan bir nersini tazalayman, paklayman deydiken o vakti malumat oluş gerek. Onun alayidliklerini, onun acizliklerini, onun süpetlerini ügünüp bu vakti malumat asıl kılış gerek. Bu mesela onun tazalaşının, paklaşının yollarını bilinmeydi. Bizim hem özünü sorgan şey soraptı diyen bir gep var. Özünü düşünüp, özünü tanıp, özünün demiş kılığanlığını bilip yetken kişi özününle emez, ailesinin emez, şehirde mi soraydı bundaki kişiye? Şundak kişiyi bəsek olur, şundak kişinin şehrinden başlık kısak olurdu diyen bir gep hem de bu. Şuna biz bugünkü nefsini paklaştığınki 10. yolu da ma'rifetun nefs, nefsini tanış hakkında ders kılımız. Aval Fuzeyl ibn İyaz, tabiillardan boğan Fuzeyl ibn İyaz rahimahullah'ın Şuabul İman diyen kitapta keltirilgen tüvenlik sözünü ders kirişimizle ilgili bir eslep öteyli. Fuzeyl ibn İyaz rahimahullah deydi ki bizning zamanımızdaki kişiler bu özü tabiin, ondan ki tabiillar ve yakın ondan burarak sahabeler, yakın ondan keyinlik etba'u tabiillar. Mana şu bizim zamanımızdaki kişiler köp namaz okup, köp roz tutuş bilen yaxşılık erişmegen. Belki bular şu nefsinin esilliki bilen, nefsinin sağlamlığı bilen, kalbinin salametliki bilen ve ümmetki kılgan gamkorluğu bilen yaxşılık erişken dedi. Demek dersimizin münasebetli yeri nima dese, özünün nefsini tanışı bilen, şu nefsinin kalp keselliklerden, nefsi merazliklerden yirak duruşu bilen yaxşılık erişken. Ulardan o kadar köp namaz okugan, köp roz tutkanlığı emas bu yaxşılık erişik sebep. Özünü tanıgan ve o nefsini harlamay, onu yaxşı esil alet saklagan. Bu şarkılık yaxşılık erişken demek ki. Vallahi alem. Muallif deydi ve mimma yetehattemu fi babi tezkiyetun nefs ma'rifetu hakikati hazihin nefs ve ma'rifetu sifatiha. Nefsini paklaştın ki babı da, mana bu meselede zörür boğan işlerinin katarıdır. Belki 9'unu bayan kıp boğan tıkana zörür işlerini. Mana bunun katarının yana birisi, mana muşun nefsinin mahiyetini tanıp çıkış. Onun süpetlerini bilip yetiş. Mana bu nefsini paklaydıgan yana bir yol deydi. Nefsinin mahiyetini tanıp çıkış, onun süpetlerini tanış, bendige, yani şu nefsigi köngül bölüşke, onun rayı kılışka, onu muhafizet kılışka ve o nefsige oylamağa yeldin, küçülmege yeldin, peyda olduğun her xil keselliklerini davalaşka kapalatlık kılgın oldu. Şu nefsini tanıgan vaxtıda, onun köngül bölgini, onu asırgılı ve onun da peyda olduğun her xil nefsi, kalbi, meraz, keselliklerini davalığını boludu deydi. Ameliyatda bu doktorxanaga varsak, avval bizga diagnoz qo'ydi. Kasalni tanib chiqdi. Uskunlar orqali, tekshirish orqali ichki tashqi a'zolarimizdagi kasalni avval tanıydi. Ondan keyin shuning qarta ya iloj, doğru qildi ya operatsiya qildi. Shariatimizda shundaq bir masala hukm chiqarishda avval voqealikni o'rganamiz. Ondan keyin shu voqealikni Qur'on, hadis, ijmo qiyos qilamiz. Ondan fatvo chiqadi. Demek bu nefsini davalayman, nefsi keselliklerden kurtuluman, nefsimni paklayman degan kişi birinci qildiği iş nima? Bu nefsiga diagnoz qo'yish. Bu nefsini tanıp çıkış. Bu nefsi zati qandaq narsa? Bunun süpetleri nima? Alayidlik, kemçilikleri nima? Bir balaga o'xshatsak nefsini, bir balani tarbiyalash uchun avval şu balanın mijoz xarakterini, alayidlik, kemçiliklerini, zeki emasligi yoki zekiligini avval o'rganib chiqamiz. Ondan keyin bu balani, şu balanın alayidligi, qiziqishi qarta tarbiyalaymiz. Xuddi shunga o'xshash qarindoshlar, bu nefsini paklayman deyish uchun avval nefsimiz degan zoti nima bu? Nima sifatlari bor buning? Nima ojizliklari bor? Shuni tanib chiqmoqchi. Bu orqali inshaalloh nefsimizni paklamoqchi. Demak bu dars mana shunday muhim qarindoshlar. Muallif deydi: "Ve qad vasafallahu subhanahu ve taala an-nefs fi kitabil kerim bi salasi sifatin meşhuretin ma'lumetin ve hazihi sifatu raci'atun ila ahvalin nufus ve hiye ila ahir." Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de nefsini ma'lum bo'lgan, meşhur bo'lgan 3 sifat bilan sifatladi. Diqqatga, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsimizni 3 sifat bilan sifatlabdi. Mana bu sifatlar, mana bu 3 sifat insonlarning hal ahvoliga murojaat qilingan holat chiqarilgan deydi.
Biz inşallah bugün nefsimizning mush Allah Qur'oni Karimda bayon qilgan 3 turlik nafsning qaysini tava ekanligini ham inşallah deginiz qo'ya olamiz Alloh xolis. Va hiya u 3 turlik nafs. Birinchi an-nafsul mutmainna, xotirjam bo'lg'uchi nafs, aram topg'uvchi nafs. Dünya ve ahirette nicatlık erişgüçü, xotirjamlik erişgüçü, eminlik erişgüçü nefs. Ve hiyelleti itma'annat bil iman ve zikrillahi teala ve ibadetih ve husnul ikbal. En-nefsul mutmainna, xotirjam bo'lg'uchi eminlik erişgüçü bu nefs. O şundaq bir nefs ekan, iman bilan Allah Taala'ni eslash, zikr qilish bilan, u Allah Taala'ga qulchilik qilish, ibodat qilish bilan ve Allah Taala'nın emir fermanlarını çıraylıkçı kabul kılış bilen, Allah'ı güzel bir şekilde yüzleniş bilen xotirjam bo'lgan nefsidir deydi. Demek müminnin nefsi, muvahhidnin nefsi, muttaqinin nefsi, muhsinin nefsi, yaxshi kishilarning nefsi. Kema qala Teala, estaizu billah, "Ellezina amanu ve tatma'innu kulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul kulub." O günahlardan tövbe istiğfar etken bu kişiler, ular qanday kişiler dese, ayetning oldi bilan bağlamasak tushunga bo'lmaydi buni. Oldiga bağlasak shunday ma'no chiqadi. Gunohlardan tövbe istiğfar etgan, gunoh ma'siyatlardan qaytgan kishilar, qanday kishilar esa ular Alloh iymon keltirgan va Allohni zikr qilish bilan qalblari xotirjamlik to'ladigan ana shunday kishilar. Bilinglarki, Allohni eslash bilan haqiqatan qalblar orom topadi deydi. Mana bu sherdagi bu qalb egisi, bu nafs egisi qalbi xotirjam bo'ladigan, aminlik erishadigan nafsining egisi demakchi. Shunga dalil keltirib bu oyatni. Ve qala Teala ve yine Allah Teala deydikin, estaizu billah, ya eyyatuhan nefsul mutmainneh, irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyeh, fedhuli fi ibadi ve dukhuli cenneti. Ey xotirjam bo'lg'uchi, aram topg'uvchi nafs, razı olgan ve razı kılıngan halette Rabbiniz tarafga qayting. Mening salih bandalarimning ichiga kiring, shundan qayta-qaytalang va jannatimga kiring deb Allah ikram ko'rsatadigan, marhamat ko'rsatadigan, chiroyli yuqorqidagi go'zal iboralar bilan uni hurmatlaydigan nafs egisi ekan bu kishi. Qaysi nafs egisi? An-nafsul mutmainna, xotirjam bo'lg'uchi, amin topg'uchi, nijotlik erishguvchi, jannatga kirguvchi, Allohning rahmatiga erishguvchi kishining nafsi ekan bu. Birinchi nafs bu. Nafsining birinchi aloyiligi sifati bu ekan qardoshlar. Demek sahabelerinin nefsi ve onlardan aldık durduğun peygamberlerin nefsi, muttaki muvahhidlerin nefsi, muhsinlerin nefsi delmiş nefsi. Bu en ebzel nefslerden. Okuyuculara nispeten en âlâcı okuyucuların nefsi. İkinci türlük nefsi. En-nefsul levvâme. Balamet kılıcı nefsi. Kimge balamet kılıdı? Muallif deydi. وهي التي تلوم صاحبها على فعله الخطأ أو تقصيره في الواجب أو تفريطه في الطاعة. Bu malamet kılıcı nefs, şundak bir nefsi iken, şirketlerde hatalaşkan, vaciplarını orundaşta hatalık sadır kılgan, onu kemeytip koygan, Allah Teala'ga ibadet kılışta susluk kılgan, mana muşu nefsiler bulup, özünün sahibine malamet kılgan nefsidir deydi. Hatalık sadır kıldıgan, vacipatlara sel karaydıgan, taat ibadetlerine susluk kıldıgan kişinin nefsi iken. Aşı nefs, ilgisine malamet kılıdı deydi. Bu hüm nefsini ölümalar yani tefsiri işkiye aragan. Birisi cahil, zalimnin, asinin nefsi, yani birisi müminin nefsi. Müminin hatalaşıp durdu. Mümin hatalaşıp bu nefsi sen anı kıldın, sen manı dedin dep özününki sahibine malamet kılıp şu hatalıkını toxtup kalır. Yani cahil, zalim, asinin nefsi şu Allah ve malaik perişler malamet kılıdığan yamanlık nefsi ilgisi. Ölüm adam yine işkiye tefsili aragan. Şuna hatalaşıp gelip vacibatları sel karab Allah'ın emir fermanları sus kılıp özün sahibini malamet kılgan nefse, mahtıllıgan nefsigisi, cehalet bilen, zulüm bilen, asilik bilen Allah ve malaik perişler malamet kılgan nefsigisi, malamet kılındığan, söküldüğün nefsigisi edip ölümalar bunu tefsirler şıkkı aragan. Demek bu en-nefsul levvame, malamet kılgışı nefs, müminler mi babının içinde, zalimler, cahiller, fasık, facirler mi badiyin, ben açıkladım. Bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, estaizu billah, وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ deyiş arkalık bu nefsinin mevcut ikenlikini ispatlagan. Malamet kılıcı nefsi ilgisi bilen kasem ki. Deyiş arkalık sahibine malamet kılıdığan, ya ki sahibine Allah ve malaik perestler malamet kılıdığan nefsi ilgileri varken de diye ma'na çıkıdı. Demek bu xil nefs yaxşılık ile yamanlıkның o'ttirisi bo'lib turdi. Yani üçüncü türlük nefs, en-nefsu el-emmaretu bis-su. Yamanlık buyurguchi nefs. Mana en xatarlik, en yaman söküldüğün nefs. Bu müminlerin nefsi emas.
muhsinlarning, muttaqilarning, muvahhidlarning nafsi emas bu. Kafirlarning, fosiqlarning, fojirlarning, zolimlarning, xoinlarning, munofiqlarning nafsi. Diqqat. Bu nafsini tushundirib muallif deydi: "Va hiyallati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramat va irtikabil asam va taquduhu ila mawatinil munkarat va mawazi'ir razila va tadfa'u ila fi'lil qaba'ih var razail." Bu an-nafsul al-ammaratu bis-su, yani yamanlık bir uç bu nefs, şundaq bir nefsi ekan, özünün sahibine, nefsi demek şu qalb demek degan tuqqo, biz ruh demek degan tuqqo. Özünün sahibine haram amallarni qilishqa, gunoh maisatlarni yuklashga qiziqtirdi deydi. Bu xil nefs. Ve Allah yaman ko'ygan, shariat cheklangan o'rinlarga ve rezil, insanın ayeti pes o'ringa tushirib qo'ygan, chakin o'ringa tushirib qo'ygan o'rinlarga bu kishini yetaklaydi deydi. Ve qabih, rezil bo'lgan qilmishlarni qilishga undaydi bu xil nafs deydi. Shayton tamamen kontrol qilgan, shaytonninki muhasirasiga tushib qolgan, asirga ilingan kishining nafsi. Bu nafsida yaxshilik yo'q. Alloh taolo bu xil nafsning ham mavjud ekanligini Qur'oni Karim bayon qilib, sura Yusufda shundaq deydi: "Astagfirullah. Va ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Men nafsimni paklamayman. Zulayxa Misrning azizininki ayoli, Zulayxa deyilgan ba'zi rivoyatlarda, ayoli Yusuf alayhisolamning niyatini yomon qilgan vaqtida, keyin bu narsa pashib qolgandan keyin Misr azizi, Misrning kattasi oldida pashib qolgandan keyin Yusuf alayhisolam qarlangan vaqtida men o'z nafsimni unda aqlab yurmayman. Va ma ubarri'u nafsi, men nafsimni paklab aqlab yurmayman. Innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Allah rahim qilgan kishilardan boshqa kishilarning nafslari haqiqatan yomonlikqa buyuruvchidir. Deyish orqali mana bu xil nafsining ham mavjud ekanligini Yusuf alayhisolamning tili bilan Alloh taolo bayon qildi. Demak, yuqorida 3 xil nafs Qur'oni Karimda va hadis Rasulullohda zikr qilingan nafslar. Har qandaq bir insonning nafsi, mayli mu'min bo'lsin, mayli kafir bo'lsin, yuqorqi 3 sifatning sirtiga chiqib ketmaydi. Birinchi nima? An-nafsul mutmainna, xotirjam bo'luvchi, nijot topquvchi, amin bo'luvchi nafs. Ikkinchisi an-nafsul lawwama, sahib tarafidan ya Alloh va malaik farishtalar tarafidan malomat kuchraydigan, ayiblash kuchraydigan nafsingiz. Buningda yaxshilarmi bor, yomonlarmi bor. Uchinchisi chu desa, har vaqt yomonlikqa buyurib turadigan an-nafs al-ammaratu bis-su, yomonlikqa buyurib turadigan nafs. Muallif deydi: "Fahazihi al-awsaf al-salasa lin-nafs wa hiya fi al-haqiqa ahwalun mutaallaqatun bin-nafs." Mana bu nafs haqida kelgan bu 3 sifat mahiyatda, haqiqatda nafsiga taalluq bo'lgan amaliy insonlarning ahvoli shu deydi. Gerçi nafsining 3 xil sifati bo'lgan bilan amaliyotda insonlarning ahvoli shu 3 xil holatda deydi. İnsanlar ya yaxshi nijat qozong'uvchi nafsiga ega, yoki malomat qiluvchi nafsiga ega, yoki har vaqt shaytonning kayniga kirib, vasvasiga kirib, yomonlikqa buyurib turuvchi nafsiga ega demakchi. İnsanlarning ahvoli shu xil. Ve lizalika fe inne hazihi'l ahval tetaqallab ve tetaghayyar. Mushu sababdan bu ahvollar olmishib turdi ve o'zgarib turdi deydi. Ba'zida insonning nafsi yuqorqidek har vaqt yaxshi amallarga qiziqtirib turadigan, xotirjam bo'lgan bir nafs bo'ladi. Ba'zida tuyuqsiz malomat qilish nafsiga o'zgarib qoladi. Ba'zida har vaqt yomonlikqa buyuradigan nafsiga o'zgarib qoladi deydi. Bu bir xil to'maydi deydi. Ya'ni yaxshi amallarni, solih amallarni qilish bilan nafsi texmo tozalanib, yuqori darajaga qarab mangadi. Gunoh maisatni qilish bilan abayqidek yomonlikqa buyuradigan yoki malomat qilgan tuvan darajalik nafs olib tushib qoladi. Bihasbil varidati allati taridu ala an-nafs. Nafsiga kelgan narsalarning ahvoli qarta bu almishib o'zgarib turdi. Nafsida bir yaxshiliklar, solih amallar vujudga kelsa, ahvol yaxshilandi. Agar shaytoniy xiyollar, vasvasalar kelib qolsa, ahvol nacharlashadi bu nafsning demakchi. Gohida mana bu 3 sifat insonda bir kunning o'zida bir vaqtda hatto tang mavjud bo'lib qoladi deydi, jug'ilishib qoladi deydi. Saharda qo'pimiz shundaq xotirjam bo'lgan, Allohga bog'langan, nijot qozongan bir nafs deganda qo'pib qolishimiz mumkin. Shu'g'icha bir xatoliklarni sodir qilib qo'yib, malomatga uchraydigan bir nafsini ozirlashimiz mumkin. Kashug'a vaqtida yana shaytonning cho'ng'iga uchrab, vasvasiga uchrab, yomonlikqa buyuradigan, yomonlik qiziqtiradigan, harom amallarga qiziqtiradigan bir nafsiga o'zgarib qilish mumkin nafsimiz. Demak, bu bir xil tumaydi deydi. Ahli sunna jamoat e'tiqodida ham iymon gunoh maisat bilan kemaydi, toat ibodatlar bilan ziyoda deb qaraldi. Demak, nafsimi bir xil tumaydi. Shuning uchun o'shirilishimiz lozim demakchi. Shundala mutmainna bo'lgan, nijot qozongan nafsiga ega bo'lgan bo'lsak, ishimiz bitdi degan gap yo'q. Diqqat qilmasak, ya malomat qiluvchi nafsiga, ya yomonlik buyuruvchi nafsiga tushib qolamiz demakchi. Buni Ibnul Qayyim Javziyya ham nafsining aynan bir xil tumaydiganligini, ko'p ulamolar nafsining bir xil tumaydiganligini, o'zgarib turadiganligini bayon qilgan.
Biraz o'qitishga bo'ladi. Mu'minlarning ahvoli shu xil. Faminhum zalimun li nafsihi, o mu'minlarning ichida o'ziga zulm qilganlar va minhum muqtasid, ularning ichida o'tirganlari va minhum sabiqun bil khayrati bi iznillah. Allohning izni bilan har vaqt oldida mangadigan, a'lo cho'lab mangadiganlari va dedi. Bu shu holat o'zgarib turadi. Xuddi o'quvchi, niyat o'quvchi, yaxshi o'quvchi, a'lo o'quvchi deb 3 ga bo'linganga o'xshash va bu o'quvchining ahvoli ham darsni o'rganish ahvoliga qarata o'zgarib turadiganligiga asosan, o'zgarib turadiganiga o'xshash, iymonning darajalari o'zgarib turadi va nafsning ahvollari o'zgarib turadi. Hamda tövende mana mushuni muallif jonliq misollar orqali bizga bu nafsini yo'ritib bermoqchi. Va qad daraba ahlul ilm li hazihi an-nafs amsilatan tubayyin halaha ma'al insan. Musulmonga uni tasavvur qilish oson bo'lsin uchun, bu nafsini tushunish oson bo'lsin uchun ahli ilmlar mana shu nafsini tushuntirish uchun, ya'ni insonlarga oson bir tasavvur qilib xiyolga keltirib berish uchun shu nafsini tushuntirishda ko'plagan bir misollarni bayon qildi deydi. İnsanın ahvalini bayan qilib beradigan amaliy misollarni keltirdi deydi. Bu orqali nima qilmoqchi desa, o nafsini isloh qilish, uni tozalash, poklashga tirishchilik ko'rsatish bo'lgan deydi. Muallif deydi, men bu yerda mashhur imomlardan ikki imomning keltirgan ikki misolni so'zlash bilan kifoyalanaman deydi. Birinchi misol, al-misalul avval darabahul imamul Ajuri rahimahullah. Birinchi misol Imom Ajurining Adabun Nufus nomli kitobida keltirgan misol. İmam Ajuri bu kitapta deydi oken, metnisini, tekstini okumaymiz, bağlanışlık oluş için. Ben işte tercümesini ve şerhisini de bitip gittim. Karanlar, dikkat kılınlar. Nefsini ameli misallar kılıp çöndürmek, göz aldığımızı keltirip emekçe karanlar. Bana tekama bizden nefsimizni düşünüşümüz asallaşıyordu. İmam Ajuri deydi, ben nefsini sizge onun işi mehbi kalmaslık için ameli bir misal bilen çöndürey deydi. Bilen aykırındışım, nefs, onun misali goya bir güzel, çıraylık tayı okşaydı. Bu tayğı nazar taşlığı kişi onun hüsnü cemalinden, güzellikinden acaplindi, bozurulundu deydi. Her kandak hayvandan balısı hakikaten omak. Hatta haram hayvanlarına şu, insanlarına şu. Bulup mu at, tay, tekme güzel. Şunun için jirahını körer kişiler, basiret ehli, jirahını körer kişiler bu tayı karta şundak deydi oken, bu tayını yaxşı bir terbiye şekilde köndürmügiçe ve onunla bazı bir terbiyelerini beğenmegiçe onundan paydalangan olmaydı deydi. Jirahını körer kişiler. Hani şu çağdılar bu taydan paydalanganı, yani o barabara yitilit de atolu de. Ve şu arkalık ilgirileş ve çekiniş, yani aldı qarab meniş ve keyni qarab meniş, yani miniş, onundan paydalanış meselelerine bu tay yaraydı deydi. Şuna olan bu tayının mingen her kandak kişi onun terbiyelengenlikinden, köndürülgenlikinden xursand boladı. Rahmet eytidi. Eğer onunla terbiye verilmese, köndürülmese, onun o omaklığı, o tayının güzelliği, onun cemali hiç kandak menfaat yetkizmeydi. Ve hacet düşken vaxtida onunla mingen kişi hem bundan xursand olmaydı, razı olmaydı. Demek nefs kaygı okşatılıvatıdı. Onu köndürüş, terbiyeleş, zikir kılınavatıdı. Şu çağda anadaki paydalangan olduğu taydın da vardı. Demek nefsini köndürgen vaxtida nimege taat ibadetke. Ve nefsini yukarı biz zikir kılgan nefsini ıslah kılışının, nefsini tazlaşının yolları bilen terbiyeligen vaxtida anadaki bu nefse menfaatlik nefs olup çıkıdı. Digenler ilgiri soruvatıdı. Sözüne devamı qaram. Eğer mana bu tayninki igisi, sahibi nasihat kılıdığan, jirahını körüdüğen kişilerininki sözünü qabul qilsa, o çağda tayning igisi o tayni at köndürgüchüge apırdı. Şunun bilan at köndürgüchü bu atni köndürüşke başlaydı dedi. Şunu qaraganda endi men at haqida mening ko'p ilmim yo'q. Atning igisi başqa, onu köndürdiganlar başqa o'xshaydi. Tayni yaxshi tarbiyaleymen, yaramlıq qilib chiqaman, yaxshi nasillik atga aylandiraman, yaramlıq atga aylandiraman degan kishi onu at köndürgüchüge apırıp berdi demek ekan. Bu nefsini Allah maqtagan amin tapquchi, nijat qilishchi nefsiga aylandiraman degan kishi bu nefsini köndürüşü lazım, terbiyeleşi lazım demekçi. Anandan keyin tayni at köndürgüchüge apırıp berdi. Bu at köndürgüchüninki çokum at köndürüş haqida ilmi bo'lmasa bu yana ish qiyirmaydi deydi. Apırıp bergen bilen o at köndürdigan kishide at köndürüş haqidagi ilmler yo'q. Xuddi balamizni bir ustoz tutib berdik, terbiyeligidek ilmi yo'q. Veya ki nefsimizni biz terbiyelemakchi, tozalamakchi, onu tozalashning yo'lini bilmedik. Şunu olan birge yana bu at köndürgüchüde birisi ilim bo'lmasa tayni at qılanmaydı deydi, terbiyeleme. İkincisi aş at köndürgüchüde köndürüş ilmiden onun olan birge sabır oluş gerek bu kişi deydi. Bu at köndürgüchüde birisi at köndürüş haqidagi ilim, ikincisi at köndürüş jarayonida bu kişide sabır oluş gerek deydi.
Agar u kishida, shu ot ko'ndirguvchida ot ko'ndirish haqidagi ilm bo'lsa, bu ilmi foyda qiladi-da, ot bilan, tay bilan tayning sohibi manfaat ola oladi. Demak, bergan ot ko'ndirguvchi ilm bo'ldi va ot ko'ndirish jarayonida bu kishi sabr qilib tarbiyalab chiqdi. Buning da manfaat oldig'ini tayning egisi deydi. Agar ot ko'ndirguvchi o tayni ko'ndirishning yo'llarini bilmasa va uningga beradigan ba'zi bir adab ilmlarini ham bilmasa, bu vaqt ilm bo'lmasa, tayni buzib qo'ydi deydi. Va o'z nafsini charchitib qo'ydi. Taynimi buzib qo'ydi, bu kishi o'zini charchitib qo'ydi. Shuning bilan oxiri bu tayki otulidana buningga minguvchi kishi rozi bo'lmaydi. Demak, nafsini tarbiyalash haqida bizda ilm bo'lmasa, buningga adab beradigan, ta'lim tarbiya beradigan bir ilm bo'lmasa, nafsimizni buzib qo'yamiz va o'zimizni charchitib qo'yamiz. Shuning bilan bizning bu Rabbimiz rozi bo'lmaydi va nafs egisimi oxiri pushmon qiladi demakchi. Shuning uchun biz nafsini tarbiyalashning yo'llarini o'rganyapmiz ana. Tavhid dedik, duo dedik, Qur'on dedik, payg'ambarga ergish dedik, 10gacha o'rganib keldik hozirga qadar. İmam Ajuri deydi, agar ot ko'ndirguvchi uning bilan ot ko'ndirish haqidagi ilmlar bo'lsa va tayga beradigan adab axloqlar haqidagi ilmlar ham bo'lsa, lekin bu kishida ot ko'ndirishninki mushaqqatlariga sabr olmasa, yana u tay yaxshi ot bo'lib tarbiyalanmaydi. Va bu kishi faqat o'z nafsining ish pushqini chiqarish va otni tarbiyalashdan iborat o'zining ustiga tushgan vazifani ado qilish, mush masalada bir sustlik qilishlar bo'lib qolsa, u chaqda mana bu tayni buzib qo'ydi va u tayni nobud qiladi deydi. Loyiqida bir ustozga berilmagandan keyin u tay oxiri yaramliq, nasllik ot bo'lib chiqmaydi. Shuning bilan bu tay na oldiga ilgirlash, na keyniga chekinish, ya'ni safarlar va yoki janglarda bu tay unga yaramaydi. Qarmoqqa sirti bir güzel ama içidan bir yaramsız, yani teşpalpal, içi galgal bir at qaylındı deydi. Yaramsız bir at qaylındı. Nefsingizmi shundaq demoqchi. Agar nafsini havoyi havaslarga berilib, shaytonning vasvasalariga berib qo'yiversa, bu nafs texmi buzuladi, hatto nafs nobud bo'ladi. Shundan qarmoqqa bir insondek jugan bilan amaliyot ichidan ketgan, ichi buzilgan bir insonga aylandi demoqchi. Vallohu alam. İmam Ajuri deydi, agar bu otning egisi, u o'zi ot ko'ndirguvchi bo'lsa, shu sustlik qilganiga, otni tarbiyalash jarayonida, sustlik qilganiga, u otninki hech qanday bir bu kishiga manfaat qilmaganligiga pushmon qiladi. Boshqalarning etiga qarasa, yana mush ot qajat tushgan vaqtida, boshqalarning etiga qarasa, boshqalarning eti mayli oldiga ilgirlash, mayli keyniga chekinish masalalarida bu ot o'zining rolini joriy qildirayotgan. Aldığı mangal vaqtida o'zining joyini tepib borgan, keyingi chekingan vaqtida ham salomat chekingan. Buni ko'rdi. Lekin o'zining etidi desa, aldığı ilgirlashda degan manzilga yetib borolmaydi, keyingi chekinishda ham salomat chekinolmaydi. Mana shuning hammasi shu tayni tarbiyalash jarayonida u kishiningki sustlik qilganligi yoki garchi otni tarbiyalash haqidagi ilmi bo'lsa-mu, sabrsining kam bo'lganligidan bu ot mushahvalga tushib qoldi deydi. So'zining oxirida Imom Ajuri deydi-ki, anandan keyin bu kishi o'z nafsiga malomat qilgani turdi deydi. Bu tayning egisi o'z nafsiga malomat qilgani boshlaydi va o'zining nafsini ayiblaydi. Bu xuddi nimaga tushadimda an-nafsul lawamaga, malomat qiluvchi nafsiga tushdi. Chunki yaxshi tarbiyalamadi o tayni. Bu ot sabablik o'z nafsiga malomat qilgani turdi. O'z nafsini ayiblaydi va deydi-ki, ey nafsim, sen nima qilma bu tayni tarbiyalashda beparvolik qilgansan? Nimaga tarbiyalash, adab berish ilmlarida bir naqislik, kamchilikni paydo qilgansan, sal qaragansan deb o'z nafsini ayiblaydi. Shuni olib bu kishi ham deydi-ki, mening sabrimning ozligidan men yomon ko'rgan ishlarning hammasi mana vujudga keldi. Deb, garchi otni tarbiyalash, otni ko'ndirish haqidagi ilmi bo'lsa-mu, lekin sabr bo'lmaganlik sababidan o'z nafsini ayiblaydi. Allohu musta'an. Deb oxirida Imom Ajurininki bu so'z bilan so'zni oxirlashtiribdi. Alloh sizlarga rahim qilsin, ey musulmonlar, ey insonlar. Mana bu misol haqida bir aql yurgizinglar va uni tushuninglar. Shunday qilsanglar, sizlar baxtga erishsizlar va najot qozonarsizlar deydi. Demak, bu yerda nafs tayga o'xshatilyapti. Ya'ni otning balasi o'xshatilyapti. Qanday tarbiyalasa, otni ko'ndirish jarayonida va yoki sabrsiz qanday bo'lsa, u tay oxiri shuningga yarasha ot olib chiqadiganligi, yo yaramliq, yo yaramsiz ot olib chiqadiganligi zikr qilinadi. Kon ulamolarninki o'qitishgan bu, shu vaqtlarda otning roli cho'ng bo'lganlikdan otga o'qitibdi. Darsning vaqti uzrab ketmaslik uchun biroz uzunroqga shunga tez-tez so'zlaymiz. Yana bir misol bor, bu misolni biroz uzunroqken. Muallif deydi, İmam Ajurininki bayon qilgan sharhiyligan bu birinchi misoli insonlar nafsininki hol ahvolidir deydi. Mana bu misol, avvalgi misol, ya'ni İmam Ajuri keltirgan bu misol insonlarning nafsining hol ahvolini sharhlab beryapti deydi. Bu nafsi
go'yoki ko'ndirishga va uni ko'ndirish jarayonidagi sabrga muhtoj bo'lgan bir tayg'a o'xshayotidi deydi. Bu nafsini tayg'a o'xshayotidi. Va muallif xulosa chiqarib o'tadi shundan. Bu nafsimi uni isloh qilishda va uni poklashda ba'zi bir ishlarni bilishga ehtiyoji va xuddi tayni ot qilib tarbiyalashda yuqorqidek tarbiyalash haqidagi ilmga ehtiyoji bo'lgan o'xshash. Nafsimi uni isloh qilishda va uni poklashda ba'zi ishlarni bilishga ehtiyoji va inson qachoniki mana mushu nafsini tarbiyalash haqidagi ilmlarda beparvolik qilsa va nafsini ko'ndirish jarayonida beparvolik qilsa, oqibat bu kishi uzun qolmay natija e'tibori bilan bek bir pushaymonda qoladi deydi. Demak, Imom Ajuriyning so'zini xuloslabdi. Bu nafs tayga o'xshaydi. Tayni tarbiyalashga va tarbiyalash jarayonida sabrga ehtiyoji bo'lgan o'xshash. Bu nafsini ham tarbiyalashga va uni solih nafs qilib tarbiyalab chiqish jarayonidagi sabrga ehtiyoji bor deb aytgan. Bo'lmasa inson pushmon qoladi debdi. Endi ikkinchi misol İmam İbnül Qayyim Cevziye rahimahullohninki keltirgan misoli deydi. Yuqorqi İmam Ajuriyninki Sharisi Adabun Nufus degan kitobni kelibdi. Hamda İmam İbn Qayyim Cevziye rahimahullohninki Madarijus Salikin degan kitobni kelibdi. Bu misolni bir ko'rib o'taylik. Bu ikkinchi misol. İmam İbnül Qayyim Cevziye rahimahulloh dediki, nafs Alloh taologa yetib berish yo'lidagi mushaqqatlik, egiz, katta bir taqqa o'xshaydi deydi. Endi İbnül Qayyim Cevziye nafsini taqqa o'xshatadi. İmam Ajuriyning o'xshatgan tayga o'xshatgan. İbn Qayyim Cevziye taqqa o'xshatadi. Qanday taqqa? Allohga yetib boradigan yo'ldagi egiz, mushaqqatlik taqqa o'xshaydi deydi. Demak, biz meyil turibdik, Alloh oldimizda, o'ttirimizda egiz bir tog' bor. Mana, to'salg'i bor. O tog' nima? Nafsimiz demakchi. Bu shu nafsimizdan muvaffaqiyatli kechib o'taylik, unda Allohga yetib boramiz demakchi. Kichik ish emas ekan qarindoshlar. Ma nafs cho'ng bir balo ekan. Ana mushaqqatli taqqa o'xshatadi qaranglar. Har qandaq u Allohga yetib boraman deb safar qilgan kishi, mana mushu tog'ni besib o'tmay boshqa yo'li yo'q deydi. Birda yo'lingiz bor. Agib o'tadigan boshqa yo'llar yo'q, chekinish yo'lingiz yo'q. Chuqur mushu tog'dan o'tishingiz kerak demakchi. Ya'ni mushu nafsingizning balasini yengib, nafsingizningki yomonliklarini yengib o'tmasangiz, u Allohga yetib borolmaysiz. Haqiqat shunday. Shuning uchun mana bu yo'lni tugutish, mushu safarni qilish lozim keladi. Lekin bu insonlarning ichidan ba'zilar borkin, bu tog'dan o'tish to'liq mushaqqatli tuyuladi ba'zi insonlarga deydi. Yana o insonlarning ichidan ba'zilari borkin, bu nafsidan iborat bu tog'dan oson o'tib ketadi. Oson o'tish yo'llari borkin. Alhamdulillah. Albatta, Alloh taolo uningga osonchilik bergan kishilar oson o'tib ketadi. Ibnul Qayyim Cevziye so'zini davom qilib deydi-ki, mana bu tog'da Alloh yetib boradigan biz bilan Allohning o'tirisidagi bu nafsni iborat bu tog'da tog' yo'llari va vodiylar va jilg'ilar va tog' yo'llari va bu yo'lda davollar va o'ymonliklar va tikanliklar va sho'xsi va tikini va daraxtliklar va chatqonliklar va har xil tikanlik o'simliklar va bu yo'lda yo'lni to'sadigan qaroqchilar, o'g'rilar ham bor. Bo'libmi bu yo'l kechisi yuradigan bir yo'l bo'lib, buning xatar texmi ko'p deydi. Agar bu tog'dan, ya'ni nafsidan iborat bu mushaqqatlik egiz tog'dan kesib o'taman degan kishilarda iymoniy tayyorlik bo'lmasa, yaqin Alloh qo'ygan shaksiz ishonishdan iborat bir chiroqlar, yo'l ko'rsatuvchi mash'al chiroqlar bo'lmasa, ya'ni maxfiylik qorong'u yerlarni yog' bilan yo'ritib beradigan, yolqinjitib yo'ritib beradigan mana shundaq mash'al chiroqlar bo'lmasa, bu safarni tugatgan bo'lmaydi, davomlashtirgan bo'lmaydi. Agar unda qolmaydigan bo'lsa, ana shu to'salg'ular bu kishini to'sab qo'ydi. Nimalar? Abaq tog'dagi jilg'ilar, davollar, o'ymonliklar, chatqonliklar bu kishini to'sab qo'ydi. Va ana shu to'saqlar bu kishini yo'ldan to'xtatib qo'ydi. Va bu kishilar bilan safarning oraliqi to'silib qoladi. U tog' bu kishini to'sab qo'ydi demak, o'tolmaydi. Ko'pincha yo'l mang'uvchilarning, ya'ni bu tog'dan davondan oshiman degan yo'l mang'uvchilarning ko'pinchisi o'zining orqalari qaytib ketadi. Nima uchun? Ular ashini kesib o'tishda ojiz kelganligi va uningki davollardan ishib tushishda ojiz kelganligi uchun orqalari chekinib ketadi. Ya'ni nafsini yengolmay, nafsidan iborat bu tog'ni muvaffaqiyatli besib o'tolmay, nafsining qulub qilib muvaffaqiyat qozonolmaydi. Gunohkor bir band bo'lib qoladi. Nafsining balasini yengolmaydi demakchi-da. Yana bir musibat Ibn Qayyim Cevziye rahimahulloh deydi. Şeytan ana shu nafsidan iborat shu tog'ning eng cho'qqisida o'tirdi deydi. Cho'qqisida bor deydi. Shunda japoni o'rlab chiqsak, cho'qqisida nima ekan? Shayton bor ekan. Eng ustungi qavatida shu yerda turdi deydi. Bu yerda o'ltirilib bu shayton insonlarni bu tog'dan davondan ishib tushishning qiyinligi, uningga o'rlashning tashligi bilan kishilarni qo'rqitadi, ogohlantiradi. Andishga soladi. Ala ko'p ketasan, o'tolmaysan, toqating yetmaydi. Tushib ketib qolasan deb kishilarni andishga solib qo'rqitadi.
Şuna şeytanın bu korkutuşı taqqı chiqishninki mushaqqatlik bilan birlashib qoladi, o'xshashib qoladi. Shayton bir chetdan qo'rqitib, amaliyotda bu taqqı chiqish shu qadar mushaqqat deydi. Shuning bilan bu yo'l mang'uvchininki irodasi ojizlashidi, niyati suslashidi. Anandan keyin bu safardan to'xtab qilish yoki keyni qaytib ketish paydo bo'ladi, vujudga keladi deydi. Allah rahim qilgan, Allah saqlab qolgan kishilar albatta buning sirtida. İbn Qayyim Jawziy yana so'zini davomlashtirib shunday deydi ekan, qachoniki bu tog'ni oshaman deb safar qilgan kishi tog'da yuqori o'rilgan sari bu kishiga shaytonninki g'avg'osi texmi kuchaydi. Shaytonning vasvasasi texmi kuchaydi. Va uning qo'rqitishlari, ansirtishlari texmi kuchaydi. Qachoniki bu kishi safarini davomlashtirib, shu cho'qqiga yetib olsa, yani en müşkül bir seferini tügütüp çok yetib olgandan keyin pastga tushib oladi, o biraz rahat bo'ladi. Yetib olsa, anandan keyin bu shaytonninki qo'rqitishi vasvasasi hammasi xotirjamchilikka aylandi. Ana aşağıda sefer ham osonlashadi va uningdan yo'lninki to'saqlari ketib qoladi. O ig'irchiliklar ketib qoladi. Mayli u davollarninki mushkuloti, bularning hammasi tugaydi. Shundan yo'lni bu kishi naydi kangri xotirjam tinch his qiladi. Ahiri bu kishi o'zining manziliga va shu suba joylarga taqdim ochgandan keyin avval inson usaydigan gap, manziliga va suba joylarga yetib oladi. Ana shu yo'lda bu kishiga yo'l ko'rsatadigan tug' bayroqlar, alamlar bor va bu kishiga turadigan turalg'u joylar bor. Haqiqatan Rahman Taala o'zininki karvonlariga tayyorlagan ana shunday yo'l ko'rsatadigan bayroq, alamlar, tug'lar va joylashadigan turalg'u joylar bor. Demek nefsini İbn Qayyim Jawziy taqqa o'xshatayotidu, tağning yo'lining nihoyat mushaqqatli ekanligini bayon qilyapti va shaytonning ham o'ltirib olib insonni vasvas qiladiganligi zikr qilinyapti. Shunga sabr qilib chidab mangan kishininki taqning cho'qqisiga yetib olgan kishining yo'lining oson bo'lganligi bayon qilinyapti. Undaq kishilarga ham Rahman Taolaninki, Alloh Taolaninki yordamining borligi ham zikr qilinyapti. Oxirida deydi İbn Qayyim Jawziy, banda bilan baxt saodatninki orasida katta iradenin bir kuvveti lazım deydi. Yani bende kaçanki beksaatga erişimen dese, bir azimet, yani güçlük iradenin kuvveti oluş lazım. Ve sabır oluş lazım. Ve nefsinin şicaati, kalbinin sabatlık oluş lazım. Bende eğer saadetga erişimen dese. Demek bende bilen beksaatin oturlukta bana bu nesle var. Fazl merhamet Allah Teala'nın kuluda bulup Allah halagan kişiye verdi. Allah Teala hakikaten katta fazl merhamet ilgisi deyip sözünü tüketipti. Muallif deydi, mana bu misal hem bizge nefsinin hali ahvalını bayan qilib beradi. O nefs hakikaten özünün sahibinden ahdi ilishqa, nefsini terbiyeleşke, onu her xil kasalliklardan davalashqa ihtiyacı var. Eğer bu nefsini davalaş, nefsini terbiyeleş, paklaş jarayonida şer'i yollar bilan tirishchilik ko'rsatmasa ve ana shuningga sabr qilmasa, yani nefsini şer'i yollar bilan terbiyelemasa, paklamasa ve nefsini terbiyeleş, paklaş jarayonida her xil musibatlarga, şeytanın vesveseleriga, ig'irchiliklarga sabr qilmasa, o çağda bu kishi o'zining nefsiga egolanmaydi ve o nefsini zoyi qilib qo'ydi. Yani taygı egolanmay, ahir yaxshi yaramliq atolanmagan o'xshash va yoki shu tog'ning jafo mushaqqatlariga bardoshlik berolmay, davondan oshanmagan o'xshash, bu nafsiga ham egolanmaydi va o nafsini zoyi qilib qo'ydi deydi. Ders biraz uzun ekan, shunga buni bek kengaytmadik. Ba'zilar so'zlar bilan kufaylandik. Demek nefsini tushunish, nefsini tarbiyalashninki, nefsini paklashninki 10. yo'li dedi muallif. Ve bu jarayonda nefsini üçge bölüp berdi. En-nefsul mutmainne, en-nefsul levvame, en-nefsu el-emmaratu bis-su deb ve İmam Ajuri'ninki nefsini taygı o'xshatganligi ve İbn Qayyim Jawziyninki nefsini taqqa o'xshatganligini misal keltirish orqali buni o'ziga tushib mushaqqatlarining borligi, buni tarbiyalashning yo'llarini bilishning lozimligi ve bu jarayonda sabrning lozimligi zikr qilindi. Bo'lmasa bu nefsini qo'ldan chiqarib qo'yamiz, nefsini buzib qo'yamiz, nobud qilib qo'yamiz demoqchi ekan. Bu arqılık yani bir az bir nefsimizden düşüngendek bulduk. Bu hayatımızda hem bu nefsini düşünüşünki ihtiyacı var vakit biz uçurayımız. Dersimiz nefsini terbiyeleştiğinki, nefsini paklaştığın 10 yolu müşahede tügedi. Lakin muallif ahırda yana faydalık ulamalarninki sözlerinden keltirip yana bir derske muvaffaq kelgidek, yetkidek bir xatime ahirki sözü varken inşallah bunu keyinki bir dersimizde to'xtalsak, texmo bir kitapning xulosasi chiqadigandek turdi. Şunu olan inşallah bu kitabımız mı tügeydi. Allahu a'la ve alem. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk.